Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun sizlar bilan YouTube sahifamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun nasib bo'lsa, juda ham ko'pchilik so'rashadi, ya'ni savol yo'llashadi. Ilyos aka, oqdog' kasalligini uy sharoitida davolasa bo'ladimi, yo'qmi deb. Mana shular haqida batafsil gaplashamiz. O'zi aslida oqdog' kasalligini uy sharoitida davolasa bo'ladimi, yo'qmi? Biz ko'pchilik bemorlarimiz bilan ishlab kelamiz va bu haqda juda ham ko'plab bundan oldingi videolarimizga ham aytib o'tganmiz. Ya'ni o'zi aslida oqdog' kasalligini qanday davolash kerak, qanaqa mutaxassislar bilan birgalikda maslahat qilib davolash kerak. Bu haqda har bir videomizda alohida mavzular ko'rinishida ochib berganmiz. Ya'ni davolash protseslari qanaqa, yangicha hozirgi yondashuvlar qanaqa, hujayra darajasidagi davolash metodikalarini qo'shib davolashimiz haqida va hokazo juda ham ko'plab ma'lumotlar berganmiz. Ya'ni oddiy tavsiyalardan tortib kompleks usulda davolash haqida bundan oldingi videolarimizda ma'lumotlar berib o'tilgan. Shunday bo'lsa ham bugun aynan uy sharoitida davolab bo'ladimi, yo'qmi? Yoki davolab bo'lmasa nima uchun bo'lmaydi? Mana shularni ochib berishga harakat qilamiz. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, oqdog' kasalligini bizni xulosamiz bo'yicha uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Nima uchun? Mana shu nima uchunligini bugungi videoda ochib berishga harakat qilamiz. Chunki qabulimizga keladigan ko'plab bemorlarimiz uy sharoitida davolayman deb internetdan har xil dori-darmonlar sotib olib yoki o'zlari aptekadan qaysidir qo'ni-qo'shnilarini qanaqadir bemor bo'lib yoki muolaja olgan boshqa tanishlarini tavsiyasiga amal qilib yoki mutaxassis bo'lmagan, ya'ni haqiqatdan ham ushbu kasallikni davolab natijaga erishmagan insonlarning tavsiyasiga amal qilib ko'plab dori-darmonlarni ichib ko'rib, har xil mazlarni surtib ko'rib, lekin natijada vaqti ketib, puli ketib, umri ketib, demak, oqdog'lar ko'payib ketgan holatda bizga juda ham ko'plab bemorlar deyarli har kuni murojaat qilib kelishadi. Aynan oqdog' kasalligini Royal Med klinikamizda biz qanday qilib davolaymiz va bemorlarimizda davolashimiz natijalari qanday bo'lyapti, shular haqida batafsilroq gaplashsak, birinchi bo'lib klinikamizga kelgan bemorlarimizni demak dastlabki tekshiruvlardan o'tkazib olamiz. Ya'ni uni asab ruhiy holatini tekshiramiz, nevropatolog vrach bilan maslahat qilib. Ichki kasalliklar, jigar faoliyatini tekshiramiz, qani bir jigarida ovqat hazm qilish faoliyatida biron bir muammo bormi, yo'qmi deb. Yoki qalqonsimon bez faoliyatini, uni gormonlarini, o'zidagi katta kichiklik holatini tekshirib ko'ramiz. Ichaklarida yomonroq gijjalar bormi, yo'qmi, bular haqida tekshirib ko'ramiz. Va tanasidagi muammolar bor yo'qligini aniqlab olganimizdan keyin birinchi bo'lib mana shu muammolarni bartaraf qilishga kirishamiz. Bundan tashqari, o'sha oqdog' sohasiga mahalliy muolajalar ham o'tkazamiz. Ya'ni o'sha melanin pigmentini hosil bo'lishiga ta'sir qiladigan tashqi tomondan qilinadigan muolajalarni o'tkazamiz. Va shu bilan birgalikda hali hech bir joyda qo'llanilmaydigan hujayra darajasidagi davolash metodikasini ham albatta qo'shib birgalikda sekin-sekinlik bilan bemorga yordam berishga harakat qilamiz. Va mana shu davolashimiz davomida umumiy qilib aytadigan bo'lsak, boshqa joylardan farqli ravishda biz juda ham kam dori-darmon ishlatishga harakat qilamiz. O'zi aslida klinikamizda davolanishni afzalligi biz imkoni boricha kamroq dori-darmonlar ishlatamiz. Gormon ishlatmaymiz. Ya'ni ko'pchilik bemorlarimiz bizga kelguncha oylar davomida gormonal preparatlarni qabul qilishgan bo'ladi. Biz hech qanday gormonlar ishlatmaymiz. Bundan tashqari hujayra darajasida davolash metodikasini qo'shganmiz va ruhiyatni davolamasdan tanani davolab bo'lmaydi degan o'sha prinsipga asosan biz albatta o'sha bemorni, uni ota-onasini ruhiyatini davolashga ham alohida e'tibor beramiz. Chunki ko'plab bemorlarimizni tanasi sog'lom, lekin juda ham tushkun, juda ham bezovta holat bo'lganligi sababli ham bu bemorlarimiz shifo topolmaydi.
ya'ni ma'lum vaqt, demak qaysidir muolajalar sabab bo'lib ozroq yaxshi bo'lishi mumkin, lekin mana shu tushkunligi, qo'rquvi, vahimasi, ya'ni ruhiyatidagi muammolar aynan oqtoqlarni qayta chiqishiga yoki tuzalmasligiga sababchi bo'lib qoladi. Klinikamizga ko'pchilik bemorlarimiz, demak, bizgacha uy sharoitida davolanib ko'rgan, juda ham ko'plab mutaxassislarga borib, juda ham ko'p dori-darmonlar ichib ham bizga kelishadi va tekshirib ko'rganimizda o'sha qalqonsimon bezidagi, jigaridagi yoki ichak faoliyatidagi ko'pgina o'sha asabidagi muammolar sabab kasallik yana qaytib ko'payayotganligini kuzatib, demak, sekin-sekinlik bilan o'sha bosqichma-bosqich tanasidagi muammolardan, demak, qutulib, ya'ni ularni bartaraf qilib, undan keyin sekin-sekin oyma-oy tavsiyalar berib borib, juda ham ko'plab bemorlarimizni klinikamizda shifo topishiga sababchi bo'lib kelyapmiz. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ham, demak, ba'zi bemorlarimizni fikrlarini chiqarib boryapmiz. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidan kelganman. Birinchi o'g'limni olib keldik. Bu yerda YouTube kanallari orqali ko'rib, 14-iyun kuniga birinchi licheniyamizga kelganmiz. 10 kun turib licheniya olib ketdik. O'zi licheniyaning yarmida effekt boshlanib qoldi. Unda shu vitiligo kasalligi bo'yicha kelganmiz, effektini ko'rib boshladik. Uyga borguncha ancha yaxshi bo'lib qoldi. Bir oyda ichiga ancha yopilib ham qoldi. Nasib xudo xolasa ikkinchi licheniyasini olyapmiz. Hammaga tavsiya qilaman. Kelib ko'rib, o'zlaringiz ishonch hosil qilib ketasizlar, nasib. Bu haqda bundan keyin ham ko'plab natijalarimizni o'z ko'zingiz bilan, demak, guvohi bo'lishingiz mumkin. Mana shu paytgacha ham biz ko'plab bemorlarimiz natijalarini chiqarib kelyapmiz. Bundan keyingi videolarimizda ham hali juda ham ko'plab bemorlarimizdagi ajoyib natijalarni, demak, guvohi bo'lishingiz mumkin. Yana bir muhim narsa, bu kasallik o'sha ijtimoiy kasallik bo'lganligi sababli ko'plab bemorlarimiz o'zlarini natijalarini aytishga uyalishadi yoki mediaga chiqarishga. Shu sababli ko'p natijalarimizni biz mediaga chiqara olmaymiz. Lekin agar siz haqiqatdan ham o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilib, keyin davolanaman desangiz, klinikamizga kelishingiz kerak. Chunki klinikamizda har doim ajoyib natijaga erishayotgan bemorlarimiz doimiy ravishda o'sha o'z vaqtida kelib, muolajalarni olib, tavsiyalarga amal qilib ketishadi. Ular shu yerda gaplashadigan bo'lsangiz, ochiqchasiga haqiqatdan ham natija ko'rayotganligini sizga aytib berishadi. Shu sababli yana ham bu narsaga ishonch hosil qilib keyin davolanaman desangiz, bemalol klinikamizga kelishingiz mumkin. Mana hozir ushbu videoni ko'rib turgan obunachilarimiz o'zlari bir tahlil qilishsin. Mana kim uy sharoitida davolanib ko'rgan, internetdan har xil dori-darmonlarni sotib olib va natijada oqtoqlari ko'payib ketgan bo'lsa, shifo topolmasdan ushbu videoni kommentariyasiga yozsin. Siz shu ishni qilgansiz va natijada oqtoqlaringiz ko'payib ketgan, shifo topolmagansiz. Chunki bizga juda ham mana shunday bemorlarimiz ko'plab murojaat qilishadi. Agar sizda ham shu holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Haqiqatdan ham nima bo'lgan edi, qancha vaqt, demak, o'sha internetlardan dori olib ishlatgan edingiz. Men o'ylayman, juda ham ko'plab bemorlarimizda mana shunday holat bo'lgan va natijada ko'payib ketgan. Shu sababli hech qachon o'zboshimchalik bilan internetdan har xil dori-darmonlarni sotib olib yoki kimlarnidir tavsiyasiga amal qilib aptekadan turli xildagi mazlar, tabletkalar surtib, ichib, o'zingizni vaqtingizni, umringizni, mablag'ingizni sarflash bu prosta bekorchi vaqtingizni, pulingizni, imkoningizni sarflash hisoblanadi. Chunki bizga juda ham ko'plab bemorlarimiz aynan mana shu holat bilan kelishadi. Men bilmayman, bu qilib ko'ray qani, kamroq mablag' ketar yoki kamroq vaqtim ketar deb o'ylashadi, lekin aslida ko'p vaqtingiz ketadi. Natijada prosta shunchaki tushkunlikka tushib qolasiz. Umidsizlanib qolasiz. Shuncha vaqtim ketdi, pulim ketdi, shifo topolmadim. Lekin vaqtida o'sha oqtoq paydo bo'lgandan boshlab qancha tez bizga murojaat qilishsa, mana shunday bemorlarimiz
qisqa vaqt ichida kam mablag' bilan yaxshi natijaga erishasiz. Buni juda ham ko'plab misollarda demak biz guvohi bo'lganmiz. Agar bunga ishonmasangiz o'zingiz ham kelib mana shu yerdagi bemorlardan so'rab bu narsaga guvoh bo'lishingiz mumkin. Men nima xulosa aytishim mumkinki, uy sharoitida bu kasallikni davolab bo'lmaydi. To'g'ri, agar siz hozir musofirda bo'lsangiz yoki qanaqadir imkoniyatingiz bo'lmasa, biz bundan oldingi videolarda juda ham ko'plab uy sharoitida qilinadigan tavsiyalarni aytganmiz. O'sha parhezga amal qilish, asabiylashmaslik, vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish. Tushunyapsizmi? Asabiylashmaslik va hokazo tavsiyalarni ko'plab berganmiz. Bizga mana shu tavsiyalarga amal qilib yaxshi natijaga erishgan bemorlarimiz ham bor. O'zimizga ham kelib aytishadi, doktor sizni 1 yildan beri, 2 yildan beri kuzataman. Mana endi imkoniyati bo'ldi, endi kelyapman, lekin sizni tavsiyalaringizga amal qilib ajoyib natijaga erishganman degan ko'plab mijozlarimizni mana shu qabulimizda eshitamiz. Men o'ylayman, mana shu paytgacha chiqargan videolarimizni ketma-ket agar ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, uy sharoitida shu tavsiyalarimizga amal qilsangiz ham men o'ylayman ajoyib natijaga erishishingiz mumkin. Lekin to'liq tuzalaman desangiz, albatta klinikamizga kelishingiz kerak bo'ladi. Oq dog' ham ijtimoiy kasallik, kompleks davolashni, ya'ni kompleks yondoshuvni talab qiladi. Shu sababli ham haqiqatdan ham shu kasallikda bir nechta odamlarni davolab, yaxshi natijaga erishmagan mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, demak, natijaga erishishga umid qilmasa ham bo'ladi. Lekin agar haqiqatdan ham natijaga erishgan bo'lsa, demak, mana shunday insonlar bilan maslahat qilib davolanishni, mana shunday insonlarga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Agar sizda ham uzoq vaqtlardan beri demak oqtog' kasalligi qiynab kelayotgan bo'lsa va har xil uy sharoitida muolajalarni olib ko'rib natijaga erisha olmayotgan bo'lsangiz, bemalol klinikamizga kelib, mana shunday kasallikdan shifo topayotgan bemorlarimizni o'z ko'zingiz bilan ko'rib, ular bilan suhbat qilib, ishonch hosil qilganingizdan keyin bemalol davolanishingiz mumkin. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi 84-uy, Mo'ljal Royal Hall restorani. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga murojaat qilib, bemalol klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.